Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video darsligimiz biroz kichkinaroq mavzu, lekin bu ham juda ham kerak bo'ladigan narsalardan biri. Buni ham bilib ba'zilar o'zi biladi, lekin buni bilib qo'ysangiz qo'shimchasiga yomon bo'lmaydi. Demak, bugungi mavzumiz mashina ranglarini o'zgartirishga bag'ishlangan bo'ladi. Buning uchun o'yinga kirib olamizda ixtiyoriy bitta mashinani bu yoqqa tashlab olamiz. Tashlaganimizdan keyin bu mashinani shu joyda sizga bitta lifehack o'rgatib ketaman. Misol uchun siz bir xil turdagi mashinalardan bir nechta tashlab olmoqchisiz va bularni rangini har xil qilmoqchisiz. Mana shu vaziyatda bu boshqa 3D obyektlar bilan ham xuddi shunaqa narsa sodir bo'ladi. Ya'ni siz mashinani tanlaysiz, klaviaturadan shift tugmasini bosib, shift tugmasini qo'yib yormagan holatda mana shu strelkani o'ngga yoki chapga qizil strelkani yoki ko'k strelkani xohlagan strelkangizda ushlab turib bir tomonga tortadigan bo'lsangiz, mana ikkinchi mashina ajralib chiqadi. Ya'ni buni nusxasi ajralib chiqadi. Qo'yib yorasiz endi ikkitasini. Xo'p, demak, shuncha mashina ajratib oldim. Endi men uchalasini ham belgilab turib, yana shift tugmasini bosib yana nusxa ko'chiradigan bo'lsam, endi menda 6 ta mashina tayyor holatda bo'ladi. Demak, 6 ta mashinani qo'yib oldim. Endi qiladigan ishim biroz buni joylashtirish va pauzadan chiqaradigan bo'lsam, hamma mashinalar mana uje tayyor bo'ldi. Xo'p, nimaga men 6 ta mashina tashladim? Hozir sizga mashinalar rangini o'zgartirib ko'rsataman. Xo'p, buning uchun har doim bitta mashinani tanlaymiz va inspektor bo'limidan biz kerakli rangni tanlashimiz mumkin mana. Misol uchun, birinchisiga qizil rangni beramiz. Xo'p, mana mashinaga qizil rang berildi. Bu birinchi usul. Hozir biz mana mashinani kamerasiga kirib oladigan bo'lsak, mana qizil rangda mashina turibdi. Endi buni ikkinchi usuli Ctrl W tugmasini bosadigan bo'lsak, buning uchun F11 tugmasidan chiqishimiz kerak. F11 tugmasidan chiqqandan keyin Ctrl W bilan bossak, bizda mashinaning sozlamalari chiqadi. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Bu yerda tuning qilishimiz mumkin, bir ikkita narsalar ko'rinmay qolgan bo'lsa ko'rsatishimiz mumkin. Bu narsa haqida yana alohida gaplashamiz sizlar bilan. Hozir biz rangini o'zgartirish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, mana bu joydan ham biz mashinalar rangini o'zimiz xohlagan turdagi rangga o'zgartirsak bo'ladi. Bu ixtiyoriy. Xohlasangiz inspektordan o'zgartiring, xohlasangiz bundan o'zgartiring. Endi buni ham o'zgartirish menimcha osonroq, chunki tab tugmasini bosib keyingi mashinaga o'tib ranglarni shu joydan yorqinligini ham tanlasak bo'ladi. Mana bu oxiriga qo'yadigan bo'lsak, bizning mashinamiz eng to'q rangda bo'ladi. Bu ko'pchilik savol beradi. Nimaga meni mashinam rangi sal qoramtir bo'lib qoldi, xira yozyapti? Mana shu joydan to'g'rilash kerak. Demak, ranglarni biz juda haddan tashqari bo'rttirib yoradigan bo'lsak, oxiriga borsak, bizda qora soya ham hosil bo'lishi mumkin. Xo'p, bosganimizda, svet bo'limini ochganimizda bizda birinchisi avtomatik ranglar kombinatsiyasi bor. Buni biz qo'limizda sozlasak ham bo'ladi. Misol uchun mana qizil rang ustiga bosib, qizilni o'rniga biz ko'k qo'yamiz. Hop, kraska, endi ikkinchi kraskani rangini biz boshqacha rangda qilsak bo'ladi. Misol uchun qizil. Hop, uchinchi kraskani esa aytaylik, sariqqa bo'yadik. Hop, bular nima qilib beradi? Bular asosan bitta mashinada bir nechta obyekt bo'ladigan bo'lsa, misol uchun konteynerlar yoki katta yuk mashinalari bo'ladigan bo'lsa, bu ranglarni o'zgartirsangiz, konteyner alohida boshqacha rang bo'ladi, ya'ni treyler orqasidagi boshqa obyektlari alohida bo'ladi. Ba'zi bir mashinalarni tom qismi alohida obyekt sifatida olingan bo'ladi va tomi boshqacha rangda, hamda qolgan tanasi, ya'ni o'sha kuzovi boshqacha rangda bo'lishi mumkin. Buni yana tab bosib keyingi mashinaga o'tib, svetlarni o'zimizga yoqadigan ranglarda olsak bo'ladi. Xuddi shu tartibda biz mashinalar rangini o'zgartirib chiqamiz. Xo'p, hozir hammasini o'zgartirib oling. Demak, keyingi mashinani pushta qilamiz. Keyingi mashinani bizda qanaqa rang qolmadi hozir? Xo'p, sariq bo'ldimi?
Hop, sariq rangli mashina yo'q. Hop, bu ahamiyatga ega emas. Xullas, mana shu tartibda ranglar beriladi.